Ko'p holatlarda Samsunglarda root dasturi bo'lgani uchun mana bunaqa bank ilovalariga kirishda muammoga duch keladi. Ya'ni root o'rnatilgan degan holatdagi muammolar. Buni holatda nima qilamiz? Ya'ni mana root ko'rinishi mana shunaqa. Hozirgi mijozimizda ham xuddi shunaqa muammo. Tak, xuddi shunaqa holatda bo'ladi sizlarda ham. Xuddi shu holatda mana bu yerda настройка bo'limi bor. Настройка bo'limida mana ko'rayotganingizdek Magic degan joyga kirasizlar. Mana buni птичка qo'yib qo'yasizlar va mashina ham птичка qilib mana bu yerda konfiguratsiyasida klik paymentlarni belgilab qo'yasizlar. Bu root ta'siridan cheklaydi. Ya'ni agar root dasturi bunga agar o'tadigan bo'lsa, klik payment yo hamkor banklar pul o'g'irlanishi mumkin yoki buzilishi mumkin. Shuni oldini olish maqsadida mana shunday птичка qo'yib qo'ysanglar, bemalol bank dasturingizga ta'siri bo'lmaydi. Bemalol bexavotir ishlab turasizlar.